Assalomu alaykum hurmatli o'rtoqlarimiz. Yana ishimiz davom etmoqda. Mana bu qizimiz ORBni boshlanishi bilan keluvdi. Mana yo'tal, meshichniy bol, oyoqlarda og'riq, bellarda og'riq bilan mana o'sha ishtahalar ochilib, uxlashlari yaxshi bo'lib. Yaxshimisiz? Yaxshi hozir anchagina. Bu qizimiz ham poliartrit edi. Oyoqlarda, bo'g'inlarda ozgina shish, bosishga qiynalib, og'riq. 2-3-4 yildan beri kasal bo'ladi ekan. Bu kishining birinchi kelishlari. Yana aytganimdek, har doim aytaman sizlarga, после очищения yaxshi bo'lib ketadi. Poliartritmi u, koksa-artrozmi u, qanaqa bo'lishidan kasalliklardan pielonefritmi, xolesistitmi, ishalgiyami, infarktmi, insultmi hammasini tagida bir narsa yotadi. Nima ekan? Immunitetimiz pastligi, qonimizda iflosligi, jikitini iflosligi. Mana shu постоянно очищение qilib tozalanib yursak, bizlar kasal bo'lmaymiz ekan. Shuning uchun постоянно очищение qilib yurish kerak organizmni, azizlarim. Sog' salomat bo'linglar, kunlaringiz yaxshi o'tsin. Я всех люблю.